Mana jonimga tegib ketdi, doktorlar bunaqa faqat pul olishni bilishadi. Qanaqa patsient anaqa NRS bilan tug'ilgandan beri sep qo'yadi. U doktorga borgan, lecheniya olgan, bu doktorga borgan, lecheniya olgan. Lecheniya noto'g'ri emas-da, chunki vrachlar hamma o'qiydi-ku, masalan, o'qimagan odam vrach bo'lmaydi-ku. Masalan, demoqchiman, u noto'g'ri yozgan, bu noto'g'ri yozgan degan ma'noda aytmayapman. Hammasi to'g'ri qilingan. Anaqa men aytdimki, davaychi biz siz bilan dedim, birinchi analizlarni tekshirib oldik. Machani ko'rdik, qonni ko'rdik, hammasi toza. Ensefalogramma qildik, mabodo o'choqlar bormi yo'q. Hammasi toza, hech qanaqa o'zgarish yo'q. Masalan, sabab yo'q-da. Men bu narsa bo'lgani uchun borib даже MRT qildik, spina bifidagi podozreniya qilib, u ham yo'q, top-toza. Keyin davay oyingiz bitta ish qilamiz. Biz siz bilan umuman dori yozmaymiz. Dori hech narsa qilmaymiz-da, prosta rejim qilamiz. Bolani yeyotgani, ichayotgani, kechqurun nechida uxlashi, nimalar ko'rayotgani. Yo'q, dori yozmadim. Hech narsa dori bermadim, vitamin ham bermadim, dori ham bermadim, hech narsa bermadim. Anaqa, masalan, kun davomida telefon o'ynaydi-ku, nima o'ynayotganini menga rasmga olib kelasiz dedim birinchida. Kun davomida kimlar bilan gaplashyapti, o'rtoqlar bilan misol uchun qanaqa gaplashyapti? Masalan, jahli chiqib ketyapti, asabiylashyapti, yo atrofdagilar uni yoqtirmayapti, bo'ladi-ku, shunaqa. Odam nervini chiqaveradi-ku. Keyin bitta o'rganib chiqdik-da bir hafta davomida. Keyin davay endi prosta rejim qilamiz. Prosta rejim. Suv rejimi, uyqu rejimi, ovqatlanish rejimi, даже oddiy kayfiyat rejimini qildik-da. 2 haftadan keyin уже oys etyapti. Уже ночной NRS yo'q. Уже вот, hamma narsa dori bilan emas-da, tushunasizmi? To'g'ri, dori hech kim исключать qilmaydi. Shuncha yillardan beri dorilar bilan davolanadi, lekin analizlar ham bekorga emas-ku. Analiz qilasiz, toza chiqqandan keyin prosta hech qachon shu ish qilganman oldin, lekin unaqa bu narsaga e'tibor bermasdim, chunki analizlar hammada yomon chiqaverardi-da. Keyin bu oyisi nimaga bunaqa qilganim? Mana jonimga tegib ketdi, doktorlar bunaqa faqat pul olishni bilishadi. Bor-ku shunaqa gaplar-chi. Keyin mana shunaqadan keyin bo'p, davay dedim. Dori olmaymiz, hech qanaqa dori qilmaymiz-da. Prosta mana shunaqa qilib qo'ying.